Barchaga assalomu alaykum. Bugungi obzorimizda Arizo 8 gibrid. Ya'ni aynan bu gibrid modellarimiz ichida eng chiroyli, eng tez mashina desak ham bo'ladi. Aynan bu avtomobilimiz narxi keladigan bo'lsa 364 million 900 ming. Eng full pozitsiyasi. Birinchi pozitsiyasi 344 million 900 ming. Ranglardan bemalol bor, nalichida kelib Cherry Sampiada Masterda bemalol haydab ko'rib, o'z nomingizga xarid qilib ketsangiz bo'ladi. Aynan bu toychog'imizni 347 ta ot kuchi bilan jihozlangan. Zapas xodi 1400, elektr rozda 120 km yurib beradi. Tashqi dizayniga keladigan bo'lsak, juda ham derskiy, noodatiy dizaynga ega. Optik lupa linzali LED faralar. Bu yerda ikkita dvigatel, bitta elektrodvigatel и bitta o'sha oddiy 1,5 litrli turbina dvigatel bilan jihozlangan. Saloniga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda aynan bu sedanlar ichida eng premiumi, o'sha saloni keng, uncha o'sha sedanlardan saloni keng va funksiyalari juda ham ko'p. Saloni полностью qora eko-koja bilan jihozlangan. Biolari o'sha Mercedesga o'xshab dizaynlari juda ham o'sha pamять sideniyalari, bu yoqda o'sha sideniya regulировкалari va juda ham ajoyib audio sistema bilan jihozlangan. Полностью kolonkalari Sonydan yig'ilgan. O'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Полностью Sonydan yig'ilgan. Eshik ruchkasi juda ham noodatiy dizaynda ishlab chiqarilgan. Bu aynan Arizo 8 gibrid uchun chiqarilgan. Xromirованный detallar, o'sha oynalarda avtodavodchigi bor, детский rejimlari bor, qo'lni qisib qolmaydi, orqaga qaytadi. Yo'q bolalari bor oilalar uchun juda ham qulay funksiya, kerakli funksiya deb o'ylayman. O'sha salon ikkitali monitor bilan jihozlangan. Ikkita katta monitori bor. Bu yoqda YouTube, navigator, CarPlay, xullas hamma funksiyalari bor. Elektron multirul. Rulni o'zidan monitordagi hamma funksiyalarni bemalol boshqarib ketsangiz bo'ladi. Hattoki ikkita bokovoy regulировкаларni ham aynan mana shu rul orqali boshqariladi. Kechqurun faralar o'zi yonadi, datchik sveta, datchik dajda, yomg'ir yog'ayotgan dvorniklarni o'zartadi. Oldi sideniyada o'sha isitish sistemasi mavjud, orqa sideniyasida ham, rulimizda ham, rulda ham va lobovой oynasida ham. Deylik, mana ahamiyat bersanglar, mayda chiziq spirallari o'tgan, ya'ni qish kuni qor yoqqan bo'lsa, ko'chaga chiqib qor tozalab o'tirmaymiz. Pultdan zavod qilib qo'yamiz va mashinani lobovоydagi hamma qorlar erib tushadi. Tushib, sekin mashinaga o'tirib haydab ketasiz, mazami. Undan tashqari sideniyalarimizda abdufan bor, беспроводной zaryadka, barning ichida xolodilniklari, 360 kameralari, navigator o'sha elektroda yursangiz bo'ladi. O'sha gibrid holatida yursangiz bo'ladi, elektrda yursangiz shahar ichida 120 km masofa bosib o'tadi. Benzinda yuradigan bo'lsangiz 3.9 litr, taxminan 4 litr atrofida rasxod qiladi shahar ichida. Mashinamizda 30% zavodskiy shumkasi bor. Undan tashqari, aynan bu avtomobilimizda siz освежитель degan narsani unutasiz. Nega deganda 3 xil o'zida o'sha xushbo'y hid taratib turadigan o'sha kartrij bor. Buni liboy anaqalardan topsangiz bo'ladi, bemalol, muammosi yo'q. O'sha konditsioner pechka yoqqaningizda salon ichiga juda ham xushbo'y ifor taratib turadi. Orqa qatorlariga bir ahamiyat bering. Odatda shofyor bemalol joylashib olganda sidenadan orqaga surib, dakansa surib olib o'tiradi. Unaqa holatlarda o'sha orqa, aynan shofyor orqasida o'tirish juda ham noqulay, nega deganda joy kam bo'ladi. Aynan bu avtomobilimizda joy bemalol. Misol uchun bo'yim 1.75, tizam tegib qolmayapti, boshim tegib qolmayapti. Bu yoqda mana подлокотник, подстаканникlar, трехуровневый обогрев сидения, кондиционер deflektor, USB portlar, bu yerda ham полностью kolonkalar, o'sha juda ham chiroyli dizaynda, podsvetkalari bor, o'sha kechqurun juda ham chiroyli atmosferani berib turadi. Panoramasini ochib olib, qo'shiqlarni qo'yib olib, Toshkent ko'chalarida maza qilib aylanib yurishga nima yetsin. Aynan bu avtomobilimizni siz hozirgi kunda Cherry Master Sampida o'z nomingizga foizsiz o'zini pulini bo'lib to'lashga rasmiylashtirib ketsangiz bo'ladi. Kelsanglar, xudo xolasa, manzilimiz Yunusobod Gullola ko'chasi,
O'sha Sampi hamma biladigan Sampi больницасini ro'parasi selxoz chorrahasiga yetmasdan. Keyin haydab ko'rasiz va o'zingiz bu narsaga amin bo'lasiz. Aynan bu gibridimiz plug-in gibrid hisoblanadi. Plug-in gibrid degani bu nima? Boshqa gibridlardan ajratib turadigan joyi, siz buni elektroda zaryadkaga qo'yib, toza elektrichka qo'ysangiz ham bo'ladi. Ya'ni siz agar elektromobil xohlayotgan bo'lsangiz, aynan Arizo 8 ni olib, tokka qo'yib, faqat tokkda yursangiz ham bo'ladi. 220 voltda uyda 3,5-4 soatda zaryadkasi to'ladi. Bunisi esa o'sha ko'chadagi stansiyalarda где-то 40 minutlar atrofida to'liq zaryadkaga o'sha to'ldirib olsanglar bo'ladi. Bagaji juda ham katta. Hozir bagajlarni ham ochib ko'rsatib beramiz. Diskalariga ahamiyat bering. Diskalari juda ham chiroyli ishlangan. Mashinamizning o'zida встроенный subwoofer ham bor. O'sha orqa faralari juda ham chiroyli dizaynga ega. Aynan bu mashinamizning qora, oq, stальной va nardagrey ranglari bor. Kelsanglar o'sha o'zingizlarga yoqqan rangida o'zingizlarga o'sha xohlagan pozitsiyalarni chiqarib beramiz. Haydab ko'rasizlar va o'z nomingizlarga xarid qilib ketishinglar mumkin. Hammanglarni Cherry Ademaster Sampida kutib qolamiz. Shoshilinglar.